Ben taharını ötküzüleş için kelgen Zarbidar Pey'nin peycanı Yanguan Hay boluman. Bugün siz bilen ayrım paranlaşqılı keleverdim. Sizlerden ilgiri kelgen bir türküm adamlarını pak kız yoktu ettim. Hem de sizden öldürüp yetişimden korkmamsız. Bilemen. Siz menin en yakın sevdaşlarımını öldürüp ettiniz. Onda siz ölümden korkmamsız. Biz harbiy emasmi? Kun bo'yi miltiq nayza, yomg'irdak o'q to'ri orasida yurdigan tursak. Menimcha sizmi shundoq mayinjon. Allaqachon o'z taqdiringiz haqida bir qarorga kelib qo'yibsiz. Nima uchun keldingiz? Avval bog'laqdan bo'shtab eting. Eshib etinglar. Yang Peycan. Gepiniz bo'lsa davir. Bugun bu yerga siz bilan vaziyat to'g'riliq keng tushari so'zlashib boqay deb kelishim. So'zlang. Bu yil kirishi bilanla birinchi oyda Xuayxay urushi oyoqlashdi. Biz jazo yurgizgich qo'shinlarning muavin qo'mondoni Duimingni tirik qo'lga tushadi. Ikkinchi oyda Pingjin urushi oyoqlashdi. Beiping tinish ozod qilindi. O'ltirsam bo'ladi. Merhamet. Rahmet. 4. ayda azatlık armiyimiz 3 yo'lga bölündü. Milyon kişilik qo'shinimiz Changjiangdan o'tdi. Nanjing hukumati gumron bo'ldi. 3. may Hangzhou azod qilindi. 5. ayning oxirida Shanxay azod qilindi. Beijing, Shanxay, Hangzhou urushlari oyoqlashdi. Ondan keyin azatlık armiyimizning bir bo'ligi g'arbiy janubga, bir bo'ligi g'arbiy shimolga, yana bir bo'ligi Hunan, Hubei, Guangdong, Guangxilarga yurish qildi. 9. ayning 5'ida g'arbiy shimoldagi Shanxi, Gansu, Ningxia, Qinghai qatorliq 4 o'lka butunlay ozod qilindi. 25 sentabr sizlarning Tavsiyo Jangjun Xinjiangdagi qo'shinning tinish haqiqatli qaytganligi to'g'risida telegramma yo'lladi. Xinjiang butunlay ozod bo'ldi. 10. ayning 1-kuni Yonghua Xalq Jumhuriyati qurildi. Beijing poytaxt qilindi. Bo'ldi bas. Siz bana nima demoqchi? Shuni demoqchimanki, biz 5 yulduzli qizil bayroqni Jongoning hamma yerida javlan qildirdik. Jongo zaminida faqat andi sandila Gomindangning qoldiq qismlari kelib qoldi. Ular siz Mayangjanning qo'shinini o'z ichiga oldi. Albatta, menga ayon. Siz jangi mayir bir chivar qo'mondan. Shuni aniq ko'rib olishingiz kerakki, mushundaq ahvolda qilib yurgan ishlaringizning qilchilik strategik ahamiyati yo'q. Shunga ben samimiy niyat bilan sizning umumliqni ko'z tutib, davlat va xalq manfaatini hammada muhim bilib, Qur'onni tashlab, qayta tashkillashni qabul qilishingizni umid qilaman. Qayta tashkillashni? Ha. Faqat avam fuqaroga zulm va parakandichilik solmasangizlar, siz davlat va xalq oldida to'pkar bo'lib qolasiz. Yang Peycan, boyaqi gaplaringizdan qaraganda, meni tarixda yaxshi nomi qolsin demoqchi ekansizda. Demak, bir eg'izli gap. Taslim bo'ladi ekanman. Mening yerim umrim jangda o'tdi. Miltiq nayza, o'q yomg'iri orasida necha o'lib tirilganman. Hozir hayotli ekanman. Men yanada harbiy. Mening lo'g'itimdan taslim bo'lish degan bu so'z allaqachon chiqarib yetilgan. Bu hargiz mumkin emas. Mayingjan, siz o'zingizni rostli yemirilmas istikam deb qoldingizmi? Atrofingizga obdan qarab beting. Odamlarimiz sizni allaqachon mustahkam qorshab bo'ldi. Biz hujum qilmagan taqdirdami, siz uzun bardoshlik berolmaysiz. Shunga obdan o'yinni beqishingizni umid qilaman. Qarang, hozir siz qo'g'dayotgan bu shahar tamoman o'lik bir shahar. O'lik shahar. Qiziq gap. Ama sizmi o'ylab baqdingizmi yo'q? Men o uzunga bardoshlik berolmaydi ekanman. Lekin siz bugun omon qolasizmi? Mayingjan, miltiq sizning qo'lingizda. Meni qandoq bir taraf qilish butunlay sizning qaroringizga bog'liq.
Üçüncü bendigine yığılınlar. Hey, toxta! Toxta deyman. Yolum tutma. Özüngni bisiva. Bu şekil aldım özümünü bir sıvalam demen. Duruyorversim yan peycanı öldürüydü o. Payjan ihtimoliy g'oyatdir. Lekin sen odam boshlab jidal qo'zg'ayotgansan, o'q ovozi anglangan hamma yon payjangni o'z qo'ling bilan o'ltirgan bo'lasan. Rahunam. Bana ne kuruk nezriyanı tanımacı mı? Özün o yağışta ketip aşağı duruvatsan. Hem de asker başlap berip yan peycanı kutuldıraysam, meni onu zenkeş kılıvatsan desin ha. Kovşun! Senden so'rab baqay. Navoz sen majanjan bo'lsang, yan payjon sana taslim bo'lish to'g'riliq nasihat qilayotgan chog'da sirti tuyuqsiz o'q ovozi anglasa, sen shu aman yan payjondan taslim bo'lishga da'vat qilgani yolg'on. Askar boshlab hujum qilgani rostkan deb gumon qilamsan yo'q. Yangonghay. Siz odatdagi payjonlardan emaskansiz. Majenja. Sizmi odatdagi yingjanlardan emas. Qaraganda siz jiningizni olqiningizga ep qo'yib, men bilan ko'rishga kepsiz. Sizning mavqeingiz bir hisobda menga parlaq bir manzilni ko'rsatdi. Lekin men mangmayman. Qorong'ulikda tamtirab olg'i minishga roziman. Men sizning ana shu mardonlarcha jasoratingizga qoyilman. Yangpayjon, kim mag'lub, kim g'olib bo'ladiganini vaqti kelganda ko'rmaymizmi? Merhamet. Yangpayjon. Mush tag'ingizdan o'tsingizlar mening qarovulxonlarim yo'q. Ilgirlab menga versangiz, o'z tavayingizga berib olasiz. Meni o'zitib qo'yganingizga rahmat, Mayangjon. Miltiq deganni qo'lga olsalar odam ilg'ab o'ltirmaydi. Men yoshirincha otmayman. Ammo qo'l ostimdagilarni yoshirincha otmaydi deyamayman. Navoda birasining sizni yoshirin etiyotgani al og'ziga tarqalsa, bu men uchun to'liq nomus ish. Undaqda qo'l ostingizlarning ko'ngliga insof bergay. Uzatmada. Mayangjon. Mush xo'shlashishimiz bilanla janggohga raqiblardan bo'lib qolishimizni umid qilmayman. Daryo qon to'kilib, ondan yengilishni belgilashni xohlamayman. Biz harbiylar albatta elning tinchligi uchun jang qilishimiz kerak edi. Har qancha uzunga so'zilgan, har qancha zo'r ko'lamli urushmi hamon bir kuni oxirlashidir. Mayangjon, jallodlikdan qo'l uzib, tariqat yo'lini tutqaysiz. Taharning osoyishligi uchun biz birlikda hamkorlashaylik. Qaravullaringiz posti mahkam tursin. Yengilishni janggohda ko'raylik. Yan peycan! Yangpayjon kelibdi. Qaranglar! Yan peycan geldi! Yan peycan! Yan peycan! Yan peycan! Yan peycan! Yan peycan! Yan peycan! Huanmenjon, Rimmenjon, Yan peycan! yo'ldoshlar, tinch turibsizlar. Yan peycan! Doklad boshliq. Ben sağ salamet. Teslim günlüğünüm neticesiz bo'ldi. Salamet bo'lsangiz bo'ldi. Fursat kutinglar. Tar shahrini,
Tacik fuqaralarining amanligini. Tahir shahridagi qadimiy masjidni qo'g'dash uchun eng yaxshisi Majanjangning tinch yo'l bilan qayta tashkillashni qabul qilishni qo'lga keltiringlar. Vaqtincha qurshab hujum qilmanglar. Boshliq, bir xenim siz bilan ko'rishmoqchi ekan. Bilmedim Mayıncan. Bayıqı azatlık armiya vekilinin sözüge işinip, bizden mağlubiyetimizge közünüz yetip kaldım ekin. Sizge ayrım deydiğen gipim var edi. Siz kim bo'lasiz? İsmim Gülber. Şertlik namım Pinhan Mervayt. Malaikinin yardımcısı. Malaiki bir ayol yordamchisini avatib, shuning yardım bilan Shinjongni qaytarib olmoqchimikan? Tahir hilimi men Majanjangning qo'lida tursa, nimani qaytarib olg'dak? Ben sizge şu malaikinin buyrukunu yetkizüş için geldim. Tahar'dan çekinin. Chekinamdan? Çekinin. Tahar'ını boşluk verin. Azatlık armiya kiriversin. Shumi gap bo'ldimi? Tahar'ını sırt bilen tutaştırdığın Mirzatağ eğizinden ibaret birli yol var. Azatlık armiya koruşaplı kalsa, qo'shinimiz açlıktan da ölüp ketidi. Mayıncan, siz qo'shinga uzun baş bo'lgan, hujumga o'tish uchun chekinishning nima ekanligini bilsangiz kerak. Şinjangdagi muhofizachi qo'shinning mutlaq ko'p qismi Jang Yuanjangning o'ziga qarashli qism. Ular hargiz chin ko'nglidan taslim bo'lmaydi. Ular Şinjangning har qaysi joylariga tarqaq joylashgan. Mana mushu bir qo'l shahmat malaikaning mag'lubiyatni g'albiga aylantirishdagi umidi. Hatta kommunistlar rahbari Mao Zedongmi ushqundan yong'in yanadi degan emasmidi? Şinjangning qish fasli odamni to'nglatib o'ltiralaydi. Azatlık armiya mushundaq chaqda Şinjangga kirsa, dastlabmi turanmaydi. Turay desimi chorasiz qoladi. Bu ahvolda yildiz tatishdan söz ochalaytdimi? Malaikining fikricha, harakatimiz tez bo'lishi kerak. 2 oy ichida Şinjangni cho'qim qaytarib olamiz. Albatta. Mustahkam qo'g'dayotgan shaharni topshirib bergan bo'ldingiz. Bunda qarorga kelganda yurak haqiqatan pek etishib og'riydi. Biroq Mayınjan, siz topshirib bersangiz azatlık armiya Taharga kirmaydi. Siz ularning ko'ziga qadalgan miq bo'g'ziga turib qolgan ustixon bo'lib qolasiz. Ular sizni avval yurib etadi, ondan yeb etadi. Sizni talto'kis pak-pakiz yo'qitib etadi. Uning ustiga ular cho'qim intayin tez harakat qiladi. Siz mavjud bo'lmasangiz Taharmi mavjud bo'lib turolmaydi. Janub shimol tutashmaydi. Malaik ko'ngil qo'yib tizgan bu bir qo'l shahmat o'lik shahmatga aylanib qoladi. Mayınjan hayat bo'lsa shahmatmi tirik bo'ladi. Mayınjan o'lsa shahmatmi o'ladi. Ana shu mezgil kelganda biz ondan mag'lub bo'lgan bo'lamiz. Mayınjanmi sepi o'zidan mag'lub sarkar bo'lib qoladi. Mayınjan, hozirdan boshlab siz Yinjang emas, malaik sizni Tanjanglikqa o'stirdi. Lekin u o'zi sizga unvon belgilik kelanmadi. Shunga buni sizga topshirib berishimni havola qildi. Tuanjang. Bir odam yoki askar, bir atal miltiq yoki bir atal o'q va yoki bir atanga ko'paymaydi. Harbiy ta'minot ko'paymagan ahvolda Mao qo'tir medalning ko'payib qolganini qarmamdigan. Buning nima kerak? Qani so'zlang. Qanday chekinimiz? Begim! Qarabek! Begim! Qarabek, bizning naqshchimiz necha yil bo'ldi, yo'qolib ketding-ku. Necha yildan beri dadamning izini besib, nurg'un xalq naqshlarini yig'ib xotirladim. Balkim umr voyat eslami tugitamasman. Qarabek, dadangni shunchalik sevindi.
Afsus, u bizdan bakli burun ayrıldı. Shundaq begim. Bugun sizni yo'qlab o'tay dedim. Birinchidan sizni yo'qlab o'tish, yana biri dadamning orzusini amalga oshirish niyatim bor edi. Dadam hayot chig'ida u doim biz tojiklarning tarixi dastonimiz Shahnomini tilga olatdi. Uni tojiklarimiz avloddan avlodga miros qilib yetkazib kelgan. Men uni ratlab chiqay deyman. Qarabek, Azatlık armiya qo'shini shahri qistab kelyotdi. Men jinimni saqlayolmayotsam, Shahnomini anglash quloq qo'shaqandi. Begim, ozodlik armiya shunchalar qo'rqinchliqmikan? Ular to'gi karvonimni bulab, muhofizachilarimni o'ltirib etdi. Nurg'un chorvachilarni urdi. Ularning qo'li bizning qinimiz bilan bo'yaldi, Qarabek. Begim, sizlar ularni ko'rib baxmagan tursizlar, bu ishlarni cho'qim shular qildi deganlar nimasi? Navruzlar o'z ko'zi bilan ko'rgan tursa, ular qizil 5 yulduzda qaytgan-ku. Ular bo'lmay, yana kim bo'ladi deyamsa? Begim, mayinchon kepti. Mayingjon. Moni begim. Moni begim, sizlarga sovuq qilgan Uyg'ur guzili ismi jismiga loyiqmikan? Mayingjon, endi sovuq qilma. Yana topsangiz, o'zingiz etqayling. Men tanıştırıp qo'yay. Bu kishi Mayingjon bo'ladi. Bu yoq Qarabek. Uning dadisi mening qadinasi og'inam edi. Tangirteg'ining janub shimolida nom bor naqshchi. Qarabek dadisining izini besib chiqdi. Begimni ko'miginimga bir qancha yil bo'pti ekan. Jahon shundaq ma'lumot bo'laversa ko'rishamay qolmay deb kelib edim. Begim, sizlar Mayingjon bilan paranglashaversizlar. Men og'chi oyimning huzuriga kirib chiqay. Mayingjon, xo'shamsan? Moni begim. Yük taxlarını yığıştırsılar. Biz birlik ketaylik. Ne ketimiz? Tahardan ketkilyapmiz. Azatlık armiyani to'sayolmamsiz? Muzdaq bir tabiiy to'salg'u. Azatlık armiya bilan oxirgacha elishman demaganmidingiz? Bu ketishimiz qaytib kelmaymiz deganlik emas. Emdik qaytib kelgan chig'imizda yolg'iz Taharla emas, butkul Shinjang bizdan bo'ladi. Mayingjon, men Taharda tug'ilib, Taharda cho'ng bo'lgan. Ata bobomning qabrisi, ruh arvoyi hammasi Taharda. Ayvon saroylarim, yayloqlarim, hamma mol bisotim Taharda emasmi? Men ketamayman. Puti bor ekan narsalar mengib ketalaydi. Puti yo'q narsalar tabiiy holda yer yuzida turaverdi. Ularni ozodlik armiyami yo'tkab ketaman. Biroq ular vayron qilib o'talaydi. Vayron qilaversa, men onasi to'lab beraman. Siz ketavering, Mayingjon. Men Taharda qilib sizning kelishingizni kutay. Moni begim, bu ishga maslahatning zaruriyati yo'q. Jazman ketasiz. Sizni ep ketaman. Uyingizdagilarga deb qo'ying. Sizlarni askarlar qo'g'dab epmangdi. Ep ketaligidek narsalar bo'lsa, shuni yig'ishtiraversin. Faqat 2 kunlik vaqtingiz bor. Mayingjon, men sizni izchil do'stim deb bilib keldim. Menmo sizni do'stim deb bilaman. Bo'lmasa kelib sizga xabar qilib yurmaydim. Bikot Steven, ba'zida mo'tvar ekanligingizni rostla unutib qolsiz juma. Acaba mo'tvarlar bir narsa olsa pul bermanda? Hey, Bikot. Bu pul. Ares, sen daim samimga mushin sep tursan. Sen nayt bir kepan o'g'isigu. Manga setib bergan asorataqlarning hammasi saxta narsa ekan. Hey, Bikot. Acaba yiliqi qo'y terisiga yozilgan Qur'onning izderigini qirg'ingiz yo'qmi? Qo'y terisiga yozilgan Qur'on? Ares, bu gapcha Qur'onning derigini sen bilar ekansan-da? Bikot. Shuncha qimmatli narsa hech bo'lmaganda, ha? Bikot. Bunda qimmatli narsa ara mushunchalik pul beramda? O'ylab beqang Bikot. Taharda kim hamidan boy? Bunda qimmatli narsa kimning qo'lida bular? Ares. Amir?
Men tehi ko'p kunduzi jiniga uchrab qoldimikin debdiman. Ohoy, Amir, raqiblar tar yo'lda uchrashar degandek, senmi tog'arga kelibsan-da? Ares. Ayta. Gülandamni qayaga setibetdim? Gülandan? Uni berib, Xudodan so'rab baq. Ares. 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 Biz ketsak, siz yolg'iz qoladigan bo'ldingiz. Mayingcan, men yolg'iz emas. Bu yerda nurg'un sarvozlarimiz bor. Vaqti kelganda hammamiz birlikda Taharga qaytib kelganingizni qarshilab oldingizga chiqamiz. To'xta! Chekining la degan kimning buyrug'i ekan? Mayingjon. Mana endi birodarlikning yuzini qimmi deb mendan og'rilmoqchimi? Chekinmoqchi bo'lsanglar o'zinglar ketaveringlar, ammo qurollar qilib qolsin. Tahir bilan atrof tutash ketgan tog'larning hammasi mening ziminim. Hech kim bu yerga oyoq bosaman deb xomxiyol qilmasin. Agar ozodlik armiya qattiq qo'lliq qiladigan, men jahondir uloq jinimni tikib qo'ydim. Siz Tangri Teg'ining janub shimolida shuhrat topgan katta azamat Jahandar ekansiz-da. Chekinish buyrug'ini men tushirgan. Siz tushirganmi? Qandaq? Men buyruq tushira oladiganlarga o'xshamam ekanman. Jahandar, men bu qitim yana bir vazifa bilan keldim. Men Tarqi davlatga vakolatan sizga muavin yingjanlik unvonini beraman. Tayjon. Qarabekning ma'lumoti. Majanjon chegaradan chekinishga tayyorlanibdi. Bu tuyuqsiz chekinishdan tegida jazman suiqasd bor. O'yinib ko'rgaysiz. Majanjonning o'rnida men bo'lsam, hargiz chekinmaydim. Yetarlik ozuq-tulik bilan qurol bo'lsalar, bu Tahir degan bir mustahkam qo'rg'on. Muasirda qolsammi, hargiz qo'rqmaydim. Majanjon degan qandoq odam? Mushundaq obdan bir joyni u qo'g'dimasmi? Tayjon, bu jazman bir suiqasd. To'g'ri deysan. Uning ustiga bu suiqasdni Majanjon o'ylab topmagan. O cho'qim boshlig'ining buyrug'ini ijro qilib o'tdi. Boshlig'i? Boshlig'ining nafsi bakli yamankan desa. Strategik ahamiyati jihatdan olganda Tahir mayli biz uchun yoki ular uchun bo'lsin nihoyat muhim. Shunga ularning mendan talashdig'ini faqat Tahirla emas, balki butkul Shinjon. Meningcha ular vaqt, klimat sharoit, jo'grafiyalik afzallik qatorli har xil sharoitlardan foydalanib bizni halokat girdobga qismoqchi bo'lib o'tdi. Ems qanday qilamiz? Uni qo'yib etamiz. Qo'yib etamdiq. Bu yo'lni taqib boshlaganlik-ku. Xotirjam bo'l. Majanjon jiroqqa ketmaydi. Qara. Uning oldida faqat o'sha Soler tog' eg'izili bor. Mana bu yer tutash ketgan necha yuz chaqirimlik bir qafas joy. Seningcha Majanjon u yerda nima ish qiladi? Shunga u nihoyat tezda qaytib keladi. Undaqda biz Tahirga kirimizmi, kirmaymizmi? Albatta kiramiz. Majanjon shaharni qo'shqo'llab o'tindi. U bizga mushundaq katta so'g'in tutgan yerda buni qabul qilmasak, uning yaxshi ko'nglini yerda qo'ygan bo'lmaymizmi? Biroq muhimi shahar kirgandan keyin hushyorlikni o'stirmasak bo'lmaydi. Chunki Majanjon har vaqt orqaga burilib qayta hujum qilishi mumkin. Bundaq bo'lgankan, shaharda uning cho'qim aloqalashadigan odami bor. Hozirgi vaziyatimiz shuki, biz sukut qilib turib, ularni talto'kis yo'qotishimiz kerak. Shamshida, nima ish bo'ldi? Navro'z, ozod qilmay shaharga hujum qildi, tezma. Ozod qarmay ketdi.
Dur! Dikkat! Tarqılanglar. Pecan, tarqılamdık. Yığınını davamlaştıraylik. Nemişqa? Römencan, nemiş oldu? Majenjang o'q chiqarib o'zini uzityotdi. Mayli. Hey, yen nimanga avaqib tursan? Mana. Tarqılыңlar. O'rninglarni maktab saqlanglar. Moni begim. Mayingjan, qayerda yetishyotdi? Moni begim. Hozir vaziyat o'zgardi. Ozodlik armiya qo'shini chegriq besib keldi. Shaharni tub-tuz qilib o'tmoqchi. Darhol ma'musali ulgranmaydilar. Sizlar bu yerdagi hammadan boy kishi kommunistlar shahar kirib oldi bilan silini bostirdi. Men silini ko'zda tutib, o'zlarini billa ep chekina deyman. Xohlamsalar, menmi zo'rlamayman. Ketish yoki qilishni, hayotlikni yoki mamatlikni o'zlari qaror qilsalar. Mayingjan, men o'ylanib baqay. Hozir kallalari teqi bo'yillarda turibdi. Obdaroq o'ylanayapsizlar. Endi silini taklif qilib kelmayman. Aman bay. Azatlık armiyani faqat silini ko'ribdikanlar. Azatlık armiya shuncha qo'rqinchlimi? Men ozodlik armiyaning o'qlaridan omon qilib go'r og'izdan qaytganman. Hatto tushimdimi qora bosadigan bo'lib qoldi. O kuni ajoyib dahshatli bir kun bo'ldi. Ep ketamisak, ammayli qo'yaylik. Sizdingcha rostli bu narsalarni eplish mang'il bo'ladimi? Bu narsalar bizning nurg'un yurak qoldirimizni qo'rqitibdi. Yana nurg'un narsalar shahar sirtidagi o'nkirning ichida dang. Hammani soniga qoshlab ep ketalamsiz. Hozir yo'tib ketishga cho'qim ulgurmaymiz. Keyin bir gap bo'la. Vaziyat muqimlashganda bir amal qilmaymizmi? Steven, mening Majanjan bilan birga mang'im yo'q. Vatanga qaytqim kelyapti. Biz Majanjan bilan mangmaymiz. Balki Moni bilan birga mangmiz. Men qaram, Melisa. Yana ozroq bardashlik bering. Mening vatanimga qaytqim bor. Biroq hozir vaqt emas. Qachonlikqa vaqti bo'ladi? Teri qog'ozga bitilgan Qur'onni qo'lga tushirsak-la, ondan bo'ladi. Pul uchun jandimi kashmoqchimisiz? Biz aslidami xatarga tavakkul qilib yuribmiz-ku. Bo'lmasa bu qum bilan muzdan boshqa narsa yo'q yerga hargiz kelmaydik. İmam Axunum, sizlardan shuni so'rg'ili keldim. Majanjan bilan ketsam bo'ladimi? Navodi ketsam, endi kemigim tas bo'ladi. Biroq azatlik armiya bak qo'rqinchli ekan. Kimga tayinishni mendan so'rsalar, men bu aniq javob bera olmayman. Biroq sizlarga shuni deb qo'yay. Meningcha bu o'q ovozidan qaraganda azatlik armiya shaharga hujum qilayotganda qilmaydi. Azatlik armiya rastli kirimiz desa, bundaq necha pay o'q bilanlar bo'ldi qilmaydi. Voy, salam. Tinchlikmi sabr? Kep qotsan-ku. İmam Axunumga taqti chayib keldim. Boroli kemakchi edim. Yo'llar qalaymiqan bo'lg'ashqa o'tamidim. Amsa men kirib chiqay. Qani, kiravagin. İmam Axunum, sizlar qanday qiladilar? Mayingjan bilan ketamdilar yoki taharda qolamdilar? Men sizlarga o'xshamayman. Men azaldan mol-mulk to'plamagan. Dilimda faqat Allohli bor. Shunga hech narga bormayman. Masjidda qolaman. Undaqda men qanday qilsam bo'la? Buni o'zlari obda o'ylashib qaror qilgaylar. Taharda yana bir muhim masjid bor. U 300 necha yillik tarixga ega. 300 necha yillik tarixga ega? Voy, xeyli ko'ni masjidga-na. Nimanda quruq gap qilasizlar? Buni jang qilish bilan nima aloqasi? Bu shaharga kirish xuddi yog'och shahar deganga o'xshash bir ish. Oson har degil bo'ladigan bir yerni tepib, qayerdan har desak muvofiq bo'ladi.
Shuni o'ylashimiz kerak. Peyjon, meningcha biz masjiddagi imom xonimni izlasak to'g'ri bo'ladi. Hayt, to'g'ri. Musulmonlarning qalbida imom xonimlarning inovati bak yuqori. Shunga bu qatim shahar kirganimizda oldi bilan imom xonimning ishonchiga erishishimiz zarur. Uning ishonchiga erishsaklar, biz hisobda barliq din muxlislarining ishonchini qo'lga keltirgan bo'lamiz. El ko'nglini mayil qilsang, jahannam mayil qilalaysan degan gap bor. Yurtli bo'ladi ekan, almi bo'ladi. Alning qalbim bo'ladi. Bir ekan bo's bo'lmaydi. Yana bir muhim shaxs bor. U bo'lsa Moni. Moni jamiyati bu shahardagi ajdodi miras oqsonak hisoblanadi. Ular Ipak yo'lining qadimiy an'anasini saqlab qolgan. O'zining bir karvoni bor. Ishkir joylar ham chegara sirtidagi bir nechta davlatlar bilan chegara so'risi qiladi. Hozirgi Moni bo'lsa, xayri saxovatchi. Keng qo'saq, elning dardiga darmon bo'ldigan kishi. Taharda miltiq tutib turayotgan Majanjangni nazardan saqit qilganda, elning rayi ma'naviy jihatdan imom xonimni qo'llaydi. Biroq kundalik turmushni qo'llaydigan yanala Moni. Bu nuqtaga cho'qim diqqat qilaylik. Majanjang bizga hargiz Mutahharni teptinish oldi qo'yib qo'ymaydi. Shunga shu narsa esimizda bo'lsinki, shaharga kirgandan keyin mayli qanday tasadduqlik yuz berishi, har qanday badal to'lashimizdan qat'iy nazar imom xonim bilan Moni jamoatini qo'g'dishimiz zarur. Voy, hey begim, qandaqmi ip ketamiz qarslar. Buncha olan narsalarni qandaqmi ip ketkilik endi. Hammasi pul, hammasi javohiratlar tursa, kommunistlar qoldirib qo'ysak, bu to'limi uvalchilik bo'lmamdi. Qarslar begim, yana bu ayvon qasrlarimiz, uy jihozlarimiz, ipak gazlimalarda tovar durdularimiz, to'rt faslik egin oyoqlarimiz, bularning qaysi birisini ip ketalaymiz? Begim, qizim oyina ketgili shuncha uzun bo'ldi. Hozirgacha xabari yo'q. Begim, sizlar ketinglar, men ketmayman. Men qizim oyinani kelishini kutib turay. Bu kommunistlar har qancha bo'lsa-mu, mendek bir mazlumni birnimi qilib etmas. Ha, begim. Kommunistlar ayollarni o'rtaq xotin qiladigan deydi-ku. Biz ketmasak qanday bo'ladi, begim? Bu begim, sizlar Bo'ldi, bas. Ketishni xohlaydiganlar, ketaveringlar. Ketishni xohlamaganlar, bu yerda turib o'limni kutsin. Moni begim. O qayerda etildi? Hozirda ozodlik armiyaning bir ish bo'yini etib etdim. Ular sizlarga qo'l samoqchi ekan. Men sezib qoldim. Biri o'ldi, yana biri qochib ketdi. Uyda bir talay narsalar bor ekan. Tekshirish turmabsizlar-ku. Hech qancha vaqt qolmadi. Endi mangsanglar ulguramaysizlar. Bu yerda nima qarab tursizlar? Tez narsalarni yig'ishtiringlar. Aman baytağa. Ketsek, yana qaytib kelamizmi? Qo'rqmang qizim. Alloh bizga umid ato qiladi. Begim bilan oyimlar ketaversin. Mening ketkim yo'q. balam, qo'rqmang. Begimga bir ish bo'lmaslar, bizmi hech nima bo'lmaymiz. Mushu ketgancha qaytib kelamizmizmikin deyman. Men ketmayman. Marvari. Marvari. Tepmeyinglar. Meni qo'yiver. Meni qo'yiver. Bu qo'y terisiga putilgan Qur'on ajdodimizning avlodimizga miros qilayotgan tavar. Ajdodlarimizning tatib ta hozirgacha uni jinimizdan aziz ko'rib keldik. Tojiklar islom diniga yangi e'tiqod qilgan chaqda
bir katta o'lima olimimiz nayt usta hunarvanning birini taklif qilib, bir parcha qo'y terisiga buni yozdirib, zarhar bilan zinnatlagan ekan. Bu mukammal, zarhallari yaltirab turgan bir Qur'on. İmam Axunum, men ketsam, endi tirik qaytib kelalandim yo'q, buni bilmayman. Bu zarhallik Qur'on yolg'iz Moni jamoatining tavarigi emas. Balki tojiklarning, el yurtning tavarigi. Bu tar shahardan ayrilsa bo'lmaydi. Yo'qab ketsa texmi bo'lmaydi. Shunga bugun sizlarga alayda buni topshirg'ili keldim. Bir hisobda men buni masjidga, shundaqla Allohga topshirgan bo'ldim. Moni, xotirjam bo'lsala. Malli bo'ldi ekan men, masjidli bo'ldi ekan, bu qo'y terisiga yozilgan Qur'onmi cho'qim bo'ladi. Qaytib kelganda meni izlasizlar, sizlarga qaytirib beraman. Shu chog'da har ikkilimiz hayot bo'lsaqla. Hurmatli imom Axunum, men mangdigan bo'ldim. Allah sizlarni o'z panoyida saqlaydi, Moni. Rahmat. O'tinib qolay. Meni qo'yinglar. Jim, tur. Meni qo'yinglar. Jim, tur deyman. Jahandar Yonjan. Gulbar xonim. Bo'ya kelib qopsiz-ku. Xato ko'rmagandiman. Askarlar chegirga bisib kelyapsa, katta qahramon Jahandarning mushundaq chaqda qizlarni bo'lashqa havis qo'zg'ilib qoladi ekan-a? Xinim, meni qutuldirib el, o'tinib qolay. Hech yo'q. O gapimni anglaydi. Qani ayting. Ismingiz nima? Ismim Marvari. Ismingiz Marvari emas. Rost ismingiz Gulandam. Sizning yurtingiz qag'liq. 10 yosh vaqtingizda ota-onangiz o'lib ketgan. Keyin necha qatimlab setildingiz. 20 yilning oldida Moni begimning uyiga chakarlik setildingiz. Begim ismingizni Marvari deb o'zgartdi. Deganlarim to'g'rimi? Xinim, siz qanday bilasiz? Sizni men burun ko'rmagan-ku. Gulandam, hey Gulandam. Siz kim? Men kim? İkimizning qismatiga sal qarashqi bo'lmaydi. Xinim, o'tinib qolay. Meni qo'yib eting. Qo'yib etandimi? Unda qilmanglar. Yo'q, kirmaysa. Xudoning haqqida bu bechora qizni qo'yib etsanglar bo'pti ekan, xinim. Bu qizga ishingiz og'risin. Uningga rahim qiling. Bobovayni tanımsiz. Amanbay tağam. Gulandam. Onun bilan keting. Bugun sizni qo'yib etay. Hisobda sizga 100 keladigan bo'ldim. Biroq bundan keyingi hayot mamatingiz baxt peshonangizga bog'liq.